8ga. Keling, yonimga o'tiring, to'ylam boray olsin. Buni zo'r yaqinroq o'tiring. Bu yana 8ga kirgan bo'lsa, 20 yildan 28 yoshida Xudo xohlasa viloyatga hokim bo'lsin deganlarni qarsak chalinglar. Hofizi Qur'on bo'lsin, yana bitta qarsak chopasizlar. Endi qarsakni zo'rini chalasizlar, prezidentimizga o'xshagan elim yurtim deydigan odamlarda o'ylaydigan bir katta prezidentimizga o'xshab poshsho yigit bo'lsin, unga bitta qarsak choping. Hech bo'lmasa bitta katta firmani prezidenti bo'lsin. Mana shu niyatlar ijobatga bo'lishi uchun videochi ukalarimizni mana aytaylik, olib kelibsiz. Chiroyli qilib videoga olib qo'yadi. Qarindosh urug' shetda. Bu bola butun mahallani bolasi. Xudo xolasa zo'r o'qishlarda o'qib biz o'ylagandan da ziyoda bo'ladi. Lekin biz mana shu Xudo xolasa Hoshim aka bilan Baxtiyorjon, mana men qolgan metdagi Hofiz tog'alari hammamiz buni kabinetiga 28 yildan keyin katta xo'jayin bo'lib qoladi deyapmiz. Shu eshigini taqillatmasdan, kabinetini eshigini taqillatmasdan tepib kirib borish uchun video klip kerak. Hozir bitta video klip olamiz. Soqollarni silkirlatib, bu yerda mana Hoshim akam bilan billa buni kabinetini tabriklaganini taqillatib boramiz. Hozirgi qo'shig'im mana Hoshim akam nomidan, Anorxon aya, Baxtiyorjon, Zamiraxonlar nomidan mana shu bolaga baxt tilab turinglar. Kelib ziyorat qilib ketsalaring bo'laveradi. Oy tug'sa ham bolam Komronbekka, kun tug'sa ham bolamga. Shu bola baxtli bo'lmasa, nega keldim olamga turibdi jumlai jahon. Yaqin. Kelib, kemalar kirkalatib, videoga tushsalar, sizlar ham eshigini taqalatmay ketib kelib borasizlar. Xo'jayin bo'lganda. Oy tug'sa ham bolamga, kun tug'sa ham bolamga, oy tug'sa ham bolamga, kun tug'sa ham bolamga. Bolam baxtli bo'lmasa, nega keldim olamga, bolamga, bolamga, bolamga. Nega yaxshi narsa bor, onamga desam bir bor. Nega yaxshi narsa bor, onamga desam bir bor. Bolamga dedim ming bor, bolamga, bolamga, bolamga dedim ming bor, bolamga, bolamga. Ilohim Şekerimden yürüdüm, düşmanımga yürüdüm. Şekerimden yürüdüm, düşmanımga yürüdüm. Bolamga dedim kalbim, bolamga, bolamga, bolamga dedim kalbim, bolamga, bolamga. Mana opaqalarga mana shuni kamolini ko'rsin. Xudo xolasa buni kabinetini soqollar silkillatib kirib boramiz hali katta xo'jayin bo'lganda. Keling davron. O'tirib oling, o'tirib oling. Siz ham videoga tushib qoling. Rahmat. Jonzot tabiat bolamga deydi faqat. Bütün jonzot tabiat bolamga deydi faqat. Bu qanday muhabbat, bu qanday muhabbat. Bolamga, bolamga, bolamga. Yerlarim boshini sen, tonglarim nur bilan o'rang. Yerlarim boshini sen, tonglarim nur bilan o'rang. Aziz gullar baxt
turinglar. Mana shu bolacham. Chaynab turgan nonimni, ilinaman jonimni, chaynab turgan nonimni, faraqli qarronimni, bolamga, faraqli qarronimni, bolamga. Aytgandan ziyada zo'r inson bo'lsa-da, oxirida duo berasiz. Ketmay turaveringlar ishni. Yaxshi ko'rasiz, Safarim ham shonim ham, ostonim ham tonim ham. Safarim ham shonim ham, ostonim ham tonim ham. Marhaba xonnomim ham, bolamga, qolsin ko'kda kamalak. Bolamga, qolsin gulda kapalak. Bolamga, qolsin nurli kelajak. Bolamga, ozod vatan qolsin. Bolamga, ozod vatan qolsin bolalarimizga. Endi mana bu mana akaxonim mana Hoshim akam tanajon sog' bo'lsin. Duo qilaylik, yaxshi bo'lib ketib, hali aytgandek buni kabinetiga o'zi billa soqollar chiligida billa boraylik, xudo xolasa. Amin. Shu to'ygan o'g'illaringizni hammasini duo qilaylik. Amin. Alloh to'ylar shirin bo'lsin. Endi sizdan nechta farzand? Boshqa yo'q, qizlardan nechta? 3-4 ta sanag'ini aytavering, uyatmasdan. 2 ta qiz ana. Shularning nomidan endi hamma sizni yaxshi ko'radi. Bitta esdalik uchun otalar haqida qo'shig'ini aytib bersam maylimi? Qo'ynida belbog'idan non toshigan, chumolidek uyiga don toshigan Hoshim akaga o'xshagan ota-onalar omon bo'lsin degan qo'shiq marhamat hozirgi otasini yaxshi ko'rganlar uchun yonimda o'tirib turadi. Oboqingizni singari bo'lsin. Qo'ynida belbog'idan non toshigan, chumolidek uyiga don toshigan. Oy,
tomosha qaradik dedik, endi shu o'ziz guvoh bo'lib turing. Mana ayam qani ayam? Keling aya. Mana shu nevarangiz bilan bitta o'yinga tushib qo'yasiz, akamni qiynamaymiz. Tol yog'ochdan qamchi qiladi, ot qiladi. Baxtiyorjonni yomon desang dod qiladi. Chechanlikda Hoshimjon aka bilan Anorxon ayani, Baxtiyor akani, Zamiraxonni mot qiladi. Toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola. Mana u O'zbekiston tumani tagob, katta tagoblilarga o'g'il, nevara, chevara bo'lgan boy bola. Nevara Baxtiyorjon bilan Zamiraxonga o'g'il bo'lgan boy bola deymizda, amin. Mana shu bolamiz kelajakda juda ham bir ulug' inson bo'lsin, buni uylanishida ham aka o'zimiz billa o'tkazaylik. Amin. Bu Sashtatdagi qadrdonlarga ham rahmat, mana san'atkorlarimizga. Hammaning uyida to'y bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Akam tuzalib ketsin, hajlarga borib ayam bilan haj oshilarda keling iloyim. Allohu akbar.